topshiriq bilan kelganman. Bularni qanday o'ylab topgansan? NASA muhandislari ham bilmaydi-ku buni. Besh, to'rt, uch, ikki, bir. Qiziq, haqiqiy ekan. Qayerdan topdingiz? Yerdan. Sayyoramga xush kelibsiz. Hozirroq kemada bu xaritani topshirasan. Bo'lmasa, sayyorangni kulini ko'kka so'raman. Qora tuynuk. Biz yetib keldik. Koinot sarguzashtlariga tayyormisiz? Sa'dulla Quronovning Galaktikada bir kun kitobini mutolaa qiling. Galaktikada bir kun asari muallifi Sa'dulla Quronovni markazga taklif etamiz. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar. Kichik bir voqea bilan, hayotimda bo'lgan bir ish bilan boshlamoqchiman nutqimni. Bundan bir 15 yillar oldin men endigina magistrlik diplomini qo'lga kiritib, ilmiy ish bilan shug'ullanishni boshlagan vaqtlarimda kutilmaganda kuchli bir depressiya boshlandi. Balki hamma yoshlarda kuzatilar. Nimaki ish qilmay, go'yoki bu keraksiz ishdek. Jamiyat uchun foydasizdek. Hattoki o'ylay boshladim, o'zim ham jamiyat uchun keraksiz shaxsdek bo'lib qolgandek bo'ldi. Va bu tushkunlik meni borgan sari o'z domiga tortadigan bir vaziyat bo'ldi, lekin 1-2 yildan keyin bir taqdir o'yin desa bo'ladi, Jajji Akademik nomli bolalar jurnaliga ishga o'tib qoldim. Nimaga taqdir o'yini? Chunki bolalar adabiyoti shu paytlar uchun men uchun bir yangi soha edi. Chunki bolalarning o'ziga yarasha olami bor, mo'jizatkor bir xayolot olami bor. Lekin tez orada ijodga sho'ng'idim, ijod qila boshladim. Bu menga juda ham yoqardi. Va bilsangiz, ana shu ijod jarayonida menda bir shunday bir ruhlantiruvchi, bir qudratli bir g'oya tug'ildiki, bu meni ana shu tushkunlikdan sug'urib oldi. Bu g'oya mening o'quvchilarim kelajakda albatta Nobel mukofoti oladi degan bir g'oya edi. Mana shu g'oya bilan ijod qildim. Bugun taqdim etilayotgan mana shu Galaktikada bir kun to'plami ham, turkum asarlari ham aslida shu g'oyaning mevasi. Bu asarni yozishdan oldin men ko'p o'ylaganman. Bugungi bolalarning ehtiyoji nima? Ularni qanday asar bilan adabiyotga, kitobxonlikka jalb eta olamiz? Va shunday bir xulosaga kelganmanki, bugungi zamon bolasi u smartfon bilan birga katta bo'lyapti. U bemalol sun'iy idrok bilan so'zlashyapti. Demak, ularni biz an'anaviy o'sha ertaklarimizdagi 3 grammlar bilan hayratga sola olmaymiz. Shunchaki quruq pand nasihat esa ularni kitobxonlikdan bezdirib qo'yishi mumkin. Shuning uchun men fantastika janrini tanladim. Negaki butun dunyoda rivojlangan davlatlarda fantastika janri bu davlat dasturi darajasida targ'ib qilinadi, ommalashtiriladi. Sababi juda oddiy. Fantastik asar o'qigan bolalar kelajakda ixtirochi, olim, muhandis bo'lishadi. Yurtni har taraflama yuksaltiradigan shaxslar bo'lib yetishadi. Va o'ylaymanki, mana shu fantastik asarni varoqlab, xayolan kosmik kemalar qurib, o'zga sayyoraliklar bilan gaplashib, fazoviy janglarda yurgan bolalar ertaga mana shu xayoliy chegaralarni buzgani holda real olamda o'zlarining xayolotlaridagi o'sha ixtirolarni qilishga urinishadi. Yangi kashfiyotlar qilishadi. Shu ma'noda bir yozuvchi sifatida men mana shunday kitoblar
butun bir o'zbek xonadoniga, har bir o'zbek bolasining qo'liga yetib borishini orzu qilaman. Va so'zimning oxirida yana o'sha gap. Nasib qilsa, kelajakda mana shu kitoblarimni o'qigan bolalar ichidan O'zbekning ilk Nobel mukofotlarini olgan olimlar chiqishiga chin dildan ishonaman. Rahmat hammanglarga.